Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hamida opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat, yaxshi. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, kattakon. Aziz barchasiga Yaqinimga tabrik radio kanalidan sizga qo'ng'iroq qilib bog'lanyapmiz. Siz bilan boshlovchi Niloya suhbatlashmoqda. Avvalambor bugun yangi yoshingiz bilan sizni kanalimiz nomidan, ijodkorlarimiz nomidan samimiy muborakbod etamiz. Rahmat, kattakon. Aziz barchasiga hamisha sevimli insonlar qatorida bo'ling deymiz va hamisha o'zingizni asrab avaylashingizni chin dildan tilakdoshimiz. Siz uchun juda shirin tilaklar bilan bizga murojaat yo'llagan aziz qadrli insoningiz bor. Bugun qaysi bir yaqiningizdan tabrik kutmoqdasiz biz orqali? Bilmadim endi. Eng yaqin, eng azizlaridan qaysi biri bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'ramiz, keling. Endi hamma bor, bilmasam endi opachalarim bor, jiyanlarim bor, o'zimni qaynsinglim, oyijonim. Boringizga shukur deymiz. Hamisha yaqinlar baxtiga, sizni shunday sevib ardoqlagan mehribon aziz insonlar baxtiga omon bo'ling. Unda ularni tabrigini birgalikda tinglaymiz va tabrik kimdan ekanini siz bittadayoq his qilasiz. Kelishdikmi? Marhamat. Jigarim yo'qlashga topadi imkon. Oh desam yonimda bo'lar o'sha on. O'zi ojiza-yu tikib turar jon, onamga o'xshagan singlim bor mening. Dunyoda bormikan shunday jigar? Hatto farishta ham boshini egar, hovlisin to'ldirib rayhonlar ekar. Onamga o'xshagan singlim bor mening. Yugurar tinchimga xavf solsa bir dard. Taftidan jonimga tushmas sira gard. Bir so'zli, vafoli yigitlarday mard, onamga o'xshagan singlim bor mening. Assalomu alaykum mening azizam, mehribonam, jon kuyar singlim. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Seni juda yaxshi ko'raman. Buni aytish uchun so'zlar ta'rifi yetmaydi. Hamisha bugungidek go'zal, latofatli, husnga boy bo'lib yurishing tilakdoshiman. Yuzingdan tabassum, qalbingdan beg'uborlik, hayotingdan barokat aslo ketmasin. Sen oilamizning quvonchi, mehrimizning eng chiroyli ifodasisan. Orzularing katta bo'lsin, niyatlaring albatta amalga oshsin. Alloh seni doimo sog' salomat, baxtli, omadi kulib yuradigan bandalardan qilsin. Hayotingda faqat yaxshiliklar, chiroyli kunlar ko'p bo'lsin. Doimo shunday pokiza qalbli, mehribon va chiroyli bo'lib qolgin. Singiljonim, seni juda yaxshi ko'raman va hamisha sen uchun duodaman. Baxtimizga omon bo'lgin deya samimiy shirin tabriknomasini yakunlabdilar. Rahmat, kattakon. Arziysiz. Bu ajoyib samimiy tabrik kimdan kelganini his qildingiz, to'g'rimi? Albatta. Yashay. Opangiz Diloromxon, ya'ni katta opachangiz Diloromxon opamiz yo'llamoqdalar ushbu tabrikni va tabrikka qo'shiladilar ikkinchi opachangiz ham, ikkita akangiz va ikkita kelinoyingiz, dadajoningiz, jiyanlaringiz, tog'alaringiz, ammalaringiz va xolalar barchasi sizni bugun yangi yosh bilan qutlamoqdalar. Rahmat, kattakon. Sen qo'rqsam bo'ldim, kutmagandim to'g'risi. Arziysiz barchasiga. Bunday shirin tabriklarni hamisha qabul qilib yaqinlaringizdan, ularning mehr muhabbatidan bahra olib yurishlik baxtini 100 yoshda ham Alloh sizga nasib aylasin. Amin. Inshaalloh aytgan. Inshaalloh. Tabriklar sizga yoqdimi, Hamida opa? Albatta, nega yoqmaydi? Shunday chiroyli yoqmaydimi? Albatta yoqdi. Yashay. Keling unda oila a'zolaringizga shirin orzularingiz, niyatlaringiz bo'lsa marhamat. Va Diloromxon opamiz uchun alohida shirin tilaklar qoldirsangiz biz orqali. Albatta bor. Ikkita opacham, ikkita akam. Doim baxtimga omon bo'lsin. Ilohim. Ularni borliklari uchun juda xursandman. Yashay. Ona o'rnida doim ona bo'lib yuribsiz.
farzandini va xotinini ko'rib yuribsiz ular. Ilohim, Sizga ham kattakon rahmat, ishingizga omad tilayman. arziysiz barchasiga. Sizni shunday jigarlaringiz borligi eng katta baxtingiz aslida. Albatta. Albatta. Ular bilan birga dadajoningizni soyalarida, bag'irlarida haj va umra ziyoratlarini birga ado etishlik baxti sizlarga chin dildan nasib aylasin ilohim. Amin, aytganingiz Arziysiz barchasiga inshaalloh. Qolaversa, kirib kelayotgan ro'za Ramazon oyi barchamizga qutlug' kelsin. Allohim ushbu kunlarga yetkazayotganini o'zi biz uchun baxt aslida. Ushbu kunlarning har bir lahzasi, har bir daqiqalari biz uchun qadrli yaratgan ekanini bizga tuhfa etayotgan yangi in'omi bilan barcha oila a'zolaringizni, yaqinlaringizni biz nomimizdan, kanalimiz nomidan muborakbod etib qo'ying ilohim. Yashang. Bugungi kun esa sizniki, Hamida opa uni ajoyib insonlar davrasida. Shunday maza qilib o'tkazingki, kelgusi yilga tatigulik darajada vaqt va shirin xotiralar qolsin sizda ilohim. aytganingiz rahmat, kattakon sizga ham. Azizim, rahmat kattakon. Ilohim hamisha shunday quvnoq, xushchaqchaq bo'lib yuring. O'zingizdan faqatgina ajoyib shijoat, energiya va mehr muhabbat taralib tursin va siz bunga arziysiz, yaqinlaringiz ham undan bahra olib yashasinlar. Bugungi kunni ajoyib o'tkazishingizga yana bir bor tilakdoshman. Omon bo'lasiz, yana g'oyibona bo'lsa-da, go'zal diydorlarni Allohim bizga nasib aylasin. Rahmat, sizga ham kuzatuvlar uchun. Omadingizni bersin. Rahmat kattakon. Salomat bo'lasiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Xo'p, rahmat. Xo'p bo'ladi. Omon bo'lasiz. Hamidaxon opamizni muborak yangi yoshlari bilan ayni daqiqalarda katta opalari Diloramxon opamiz barcha oila a'zolari nomidan mana shunday chiroyli tilaklar bilan sovg'a tariqasida tabriknomani taqdim etdilar. Biz ham ushbu go'zal tilaklar hamrohligida mehribon jigarlarga Allohdan uzoq umr tilab qolamiz. Hamisha dadajonlarni duolarini olib, ularni soyalarida beg'ubor boladek uni bossinlar va hech qachon yomonlik ko'rmasinlar. Yaqinimga tabrik kanali ijodkorlari va boshlovchi Niloya hamisha sizlar uchun faqat ezgu niyatlar ulashishga tayyormiz. Omon bo'ling, salomat bo'ling.